chaqaloq. Ha? Chaqaloq uyg'onibdi-ku. Uyg'onibdimi, uxlab bo'lmasam? Uyg'onibdi. Endi uyg'ondimi? Ha. Qorni to'yg'iz bo'lmasam, qorni ochgan. Yemidi kokot. Nima qiladi? Chaqaloq qorni ochsa nima yeydi? Что yemidi? Kashi yeydimi? Katta chaqaloq o'g'il bolasi. O'g'il bolasimi? Oo, otini nima qo'yamiz? O'g'il bola qo'yamiz. Yo, otini nima qo'yamiz otini? Dilshod. Dilshod bor-ku bizda o'zi bitta Dilshod. Baxtiyor. Yo, Baxtiyor akasi ham bor-ku. Yo'q, Baxtiyor qo'yaylik. Oo, yo Baxtiyor bor-ku. Yo'q, Qancha Baxtiyor. Baxtiyor desangchi, keyin u ham chopib keladi, men ham chopib kelaman. Ikkita Baxtiyor chopib keladi. Shuning uchun Baxtiyor bitta bo'lish kerak. Unga boshqa bitta chiroyli ism topgin. Eng chiroyli ism qanaqa ekan? O'g'il bola-ku. O'g'il bolalarga yana bitta qanaqa chiroyli ism bor? Dildora. Dildori bor-ku, qizlarning oti-ku. O'g'il bolalarning otini. Mashina qo'yaylik. Mashina. Mashina desang Matiz keladi keyin. Kim meni chaqirdi deb. Mayli yugurib kelsa. Yo, bitta chiroyli ism top. Matiz qo'yaylik. Matiz qo'yaylik. Yo. Ozoda qarinchi ozodaga. Ozoda yo'q-ku, Qibrayda qolib ketdi. Voy, tavba. Ozoda sendan charchadi, dam olsin. Ana, akam otlarini nima esimdan chiqib ketdi. Ozodmi? Yo'q, Ozod akamga telefon qilaylik. Uxlayotgandir hozir. Qaysi akaning oti? Ozod akamga telefon qilib bering. Ozod akang uxlayapti.